Ani parichkalarni qarab o'tirishini. Omachi qorin ochiq ketdi. Olsa olaylik. Zaps ketyapti aka. Zaps. Ha, zaps. Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun yangi taomimizni bir obzor qilamiz. Imonov Foods'dan bir ko'rasiz. O'sha narxlar o'zgargan yo'q. 22 ming so'matiga. Xudo xolisa bugun taomimizga ma'qul keladi degan umiddamiz. 5 tekisga o'xshar. Qani ketdik bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim. O'sha hali ham bonuslari bilan birga bizda har doim taomlarimiz to'g'risi gapingizdan chiqib qolibdi. O'zi bunga perchatka kerak bo'ladi. Aytay perchatka bilan boshqacha bo'ladi-da. Bu taom maxsus tayinlangan grunchi, ustida maxsus tayinlangan tovuq sonchasi bo'ladi. Mazasi gap yo'q bo'ladi-da bor-ku. Qani bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah yetkazganingga shukr. Mazasiga gap yo'q. Tavsiya qilaman. Buni arabcha mandi emas, buni o'zbekcha mandi deymiz. Sababi nimaga bilasizlarmi? O'zbekcha taomlar baribir boshqacha-da. Xalq mazasi, qo'qonliklar mazasi. Imonov Foods'dan har doim shunday yangiliklarni kutib olinglar.